Birinchi kraskalangan DOP tashlanadi. Ustidan esa qalin folga tashlanadi. Uning ustidan esa profinasl qo'yiladi. Qadrdonlar, bu narsa nima deganlarga? Bu narsa shumkali naves ishlatiladigan mahsulot hisoblanadi. Bunga yomg'ir yog'sa ovoz chiqmaydi, issiqda ushlab qoladi. Qo'yingki, uyingizga shunaqangi naves qilsangiz, har doim hovlingiz top-toza, qilgan remontlaringiz, ustunovkaga eshiklaringizni rangi o'chmaydi, ko'chmaydi, uzoq muddat xizmat qiladi. Ko'rib turibsizlar, Bag'dodlik ustakalarimiz yana bitta Fayzli xonadonga chiroyli qilishib, gibrid naves qilib berishibdi. Agarda siz ham hovlingizni naves qildirmoqchi bo'lsangiz, butun O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Naveslarda 1 kvadratini bitishi 270 ming so'mdan tortib, bu yoq o'sha 550 ming so'mgacha har xil variantlari bor. Ya'ni 270 ming so'mning ichiga nima kiradi deganlarga, ketyap turgan materiali, usta haqi, kep ustanovkasi bilan hamma yo'q ichida bo'ladi. Uyda egasi ortiqcha uzil kelsa pul sarflamaydi, ya'ni mablag' sarflamaydi. Xo'sh, ushbu navesimiz uzunligi 17 metr. Usta aka, eniga 7 metr, общий kvadrati 109 kvadrat. Akalarimiz 3 kunda ustanovka qilib beryapti ekan. Общий summasi 36 million so'mga bityap turgan navesimizni ko'rib turibsizlar. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib qo'yganmiz, aloqaga chiqaverasizlar.